O'tgan haftada Yevropa Chempionlar Ligasida 6 ta ingliz jamoasi o'ynadi. G'alabalar soni esa 0 ga teng. Shunda savol tug'iladi. Angliya Premyer Ligasi haqiqatan ham dunyoning eng kuchli ligasimi? Eng katta bosim Manchester City'da. Qirollik klubi birinchi uchrashuvda Manchester City'ning zaif tomonlarini ochib tashladi. Endi esa City'ga gollar kerak va o'z maydonida bo'lsa ham Realga qarshi o'yinda hujumga o'tish o'ta xavfli, chunki Madridning Real klubi qarshi hujumda uchadi. Parijda 5 ta gol yegan Chelseaning oldida esa bundan ham kattaroq tog' turibdi. Chunki Chempionlar Ligasida 3 gollik farqni qaytarish kamdan kam uchraydi. Ammo tez gol uriladigan bo'lsa, vaziyat o'zgarishi mumkin. Liverpool esa faqatgina bitta gol farqi bilan yutqazgan, shu sababli ham bitta gol butunlay o'yin taqdirini hal qilib yuborishi mumkin. Yo u tarafda, yo bu tarafda bo'lishidan qat'iy nazar. Tottenhamni esa Londonda juda ham qiyin o'yin kutyapti. Atletico mana shunday musobaqalarda katta bo'lgan. London esa hali ham o'ziga kelib olgani yo'q. Newcastlening nimchorak finaldagi taqdirini so'nggi daqiqalarda kiritilgan penalti hal qilib yuborgan edi. Lekin shunga qaramasdan Newcastle jamoasi a'zolari Barselona bilan o'yinga tayyor ko'rinadi. Eng qizig'i, Arsenalning mehmonda qayd etgan durangi Angliya uchun ushbu musobaqadagi eng yaxshi natija bo'lishi mumkin. Arsenal turnirda qolgan eng yaxshi himoyaga ega klublardan biri. Agarda shu intizomni saqlab qoladigan bo'lsa, Arteta shogirdlari keyingi bosqichga yo'llanmani qo'lga kiritishi mumkin. Demak, manzara shu. Javob o'yinlariga nafaqat keyingi bosqich yo'llanmasi, balki Angliyaning butun obro'-e'tibori ham tikilgan. Yo davom, yo tamom. Savol esa oddiy. Premyer Liga haqiqatan ham dunyoning eng kuchli ligasimi? Yoki shunchaki puli ko'p ligami? Fikrlaringizni yozib qoldiring.